Aka bu televizor yarmini ham sotaverasizmi? Ha, bir tomonidan ko'rsam bo'ldi. Televizori narxi yo'q. Nima deyapsan? Ho'kiz, kir mashinasining shimini yarmini yuvasanmi bitta yog'ini? Tijoratga qo'yapsan odamni. Qanchaga bo'lsa, yarmini istadimi? Ha, nima qilay? Pulim yarim narxiga yetar ekan-da. Narxi yo'q. Ho'kiz, o'zi ideyada shunday ham O'zbekistonda o'yga yangilik qilishdi. Qurbon hayit munosabati bilan 50% gacha emas, 50% chegirma. Arktik 9 talik konditsioner 12 oyga 333.250 so'm. Agar uyingizga kichikroq kerak desa, mana Premierda 190 litrlik. Bu ham 12 oy. Ya'ni foiz, kapi, bunaqa narsa kerak. Oyiga qanchadan deb o'ylaysiz? Qachanda topadi? 166.583 so'm. Ana, endi shu saytdan joyiga keldik. 43 smart televizor so'm. Tushunyapsan-a? 16583 so'm. Balog'on nima qilib ko'r. Ikkala ko'zingni ochib ko'rsang bo'lar, ho'kiz, to'liq olasan deydi. Lattavor shu yarimni sotmaydi. Menga qara, uyindalarga borib aytdim. Kevali xotining oldimda yarimini bering deb turmang. O'zbekistondagi hamma ideyani do'konlarida mana shu aksiya faqat bir kun davom etadi. Foizsiz, kafilsiz, bojlang'ich to'lovsiz. Nima ekan? Bojlang'ich to'lovsiz. Bu qalga.